Yusufxonmi injektor qilingan emas, nechta benzin yeydi? Aka 5 ta yeydi, daryoga yemaydi sotib. Havoga yuradi. Ha. Test drive qilamiz, injektor bo'lganda emasdi. Test drive qilamiz. Besh deydi. Bismillah, qani. Kalta ochdik, 4 kilometr ekan, общий пробеги, yangidan emas. Ne qilib turib 0 qilib qo'yamiz. 0. Keyingisini ham 0 qilib qo'yamiz. Buni bilmayman qachon kelishini. Ketdik, o'zi yurdik, mana Og'onboqli kurugidan Rimgarodagi kurugiga qarab yo'l olinyapti. Qanday yapsan faqat degan negativlar ko'payib ketibdi. Pustoy minma, 7 ta odam bilan ham haydab ko'r. Mana svetofordan o'tdik. Danni ham endi qanaqadan mana to'g'ri divisionidagi dannida. Negativlar videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bosib olgan joyda mana avgonga ham chiqyapmiz, mana qattarozgon berib. Kun Damas mindik, test drive qilib, faqat shumkaligini mindik. Yangi shumkasiz boshqacha bo'lar ekan. Sakrab yurar ekan. Mana metalllar ham ochilib ketibdi. Juda sekin yurmayapti, 90. Elektronik tablo ham 2 to'rga aldirgan mana. Qarasa esa 7, mana 90. Mashinani balonni protektoriga ham kilometrga farq berib yurar ekan mana. Katta balon qo'yib yuborib, mashina ham kam yuryapti deyshadi mana. Xuddi shu probegda zavodskiy 12 balonda yurilganda 9-6 kilometr bo'lyapti. Katta balonda kecha haydaganimizda 8,5-8,7 kilometr. Общий probegda 10 kilometr, 15 kilometr farq berib yurar ekan kichkina balon bilan katta balon. Shunisiga ham e'tiborli bo'laverish kerak ekan. O'zi mana qaytyapmiz. 12,5 kilometr bo'lgan. Tezligimiz 80 atrofi. Pashta 15 kilometr bo'ldi. O'tib ketgan metanimizga qaytdik mana. Metanlar ochilib qoldi. 17 kilometr o'sha yana kelyapmiz. Kecha mana shu yerga kelib to'xtaganimizda 16,7 kilometr bo'lgandi. Mana o'sha yo'lda turibmiz 16,18,8. Bu degani katta balon qo'yilsa probegga ham kam beraverar ekan. Tashti 100 kilometrga 10 kilometr aytsa beraverar. Mana svetoforga keldik. O'zi kecha mana shu yerda 17 nechida edi? 20 kilometr bo'ldi.